Hammaga salom. Bizga Koreyadan посылкamiz keldi. Birinchi katta коробкадан boshlaymiz. Первое, что тут находится, это коробки для бокса. Keyingisi bu bolalarga kichik vitamin. Bu ham boksga. Следующее bu ayollar uchun kollagen. Bu ham boksga. Bu yerda stikerlar, Zarina Cosmetics наклейки. Bu yerda наклейка Zarina Cosmetics и визитка. Просто вау! Bu yerda yana lentalar bor ekan, bu ham boksga. Bu ham boksga. Bu esa Lactofitdan probiotik ekan, ko'ring, katta. Bular ham yuz uchun maska ekan. Wow, og'ir ko'pgina ekan ichida. Keyingi коробка. Bu yerda ham xuddi shunaqa korobkalar bor ekan, faqat kichkina razmerda. Silimax. Bu yerda shunaqa krem bor ekan, Medipildan. Bu yerda yana bitta krem bor ekan, bu faqat lifting effekti bilan ekan. Yana ikkita SPF kalar bor ekan. Meni eng yaxshi ko'rgan brendimdan Silimaxdan 4 ta SPF kam. Keyin mana 4 ta sivrotkalar bor ekan Silimaxda. Просто обожаю. Bu yerda yana Silimaxdan oqartiruvchi kremlar bor ekan. Bu yerda yana bitta CC tonalka. Naturalligini qaranglar, Round Lab eng go'zal brend. İşte мягкие очищающие пенкаларga просто обожаю от Round Lab. Bu esa Round Lab'dan toner. Bu ham Round Lab'dan namlantiruvchi krem. Bu yerda yana penka bor ekan, mana bu brendda. Xolasizlar Round Lab, xolasizlar shu. Bular esa Manyodan makiyajga ichadigan gidrofilni masla. Bularning hammasi Zarina Cosmetics'da bor. Zakaz uchun bemalol lichkaga yozaringlar. Hammaga xayr.